fikru qarashlar ko'paysa, to'g'rilik yo'qoladi. Bu iqtibos fikrlashga, mulohaza qilishga qarshi emas. Shunchaki atrofimizda haddan tashqari ko'p fikr, haddan tashqari ko'p variantlar ko'payib ketsa, biz to'g'rilikni yo'qotib qo'yamiz. Chalkashlik paydo bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, umuman o'zi inson to'g'ri yo'lni qanday topadi desa, qalbni xotirjamligi bilan topadi. Ya'ni ichki hissiyoti bilan topadi. Men bu yo'l to'g'ri deb turib, qalbi xotirjam bo'ladi. Bizning atrofimizda variantlar haddan tashqari ko'payib ketadigan bo'lsa, mana shu xotirjamlik yo'qoladi. Oxirida ketma-ket o'zi bilan o'zi gaplashib, o'zi bilan o'zi kurashib, har xil salbiy fikrlarga borib yengiladi. Ya'ni oxirida jiddiy yondashmaydi yoki o'rgana olmay tashab qo'yadi. Mana shu tashqi muhitini, ya'ni sinfxonadagi holatini nima og'irlashtirib yuboryapti desa, ichkarida birinchi o'ylagan salbiy fikrlari va uni ketidan kelayotgan boshqa fikrlar. E'tibor bersak, o'zi atrofimizda qarorni qanday to'g'ri chiqarish haqida ko'p kurs bor, ko'p kishi shu haqida gapiradi, lekin shu qarorni to'g'ri chiqarilgan qarorni to'g'ri uslubda amalga oshirish haqida deyarli hech narsa yo'q. Yani jarayonlar haqida ko'p kishi gapirmaydi. Assalomu alaykum. Premium fikrlarni ikkinchi soni. Ushbu ko'rsatuvda biz 4 ta iqtibos sharhlab beramiz. Birinchisi Rumiydan: yara bu nur senga kiradigan joydir. Juda ham falsafiy gap, sharhlashga harakat qilaman. Ataylab bu iqtibosni tanlab oldim, chunki bu yerda juda kuchli ma'no bor va har doim men shu gaplarni aytgim keladi. Rumiyni iqtibosi misolida men shuni sharhlab bermoqchiman. Ko'p insonlar qaysi pozitsiyada bo'lishidan qat'iy nazar, men shu gapni o'ziga mezon qilib olsa bo'ladi. Katta ma'no bor. Ya'ni bu yerda insonda og'riq bo'lsa, shu inson rivojlanadi demoqchi. Ya'ni rivojlanib ham o'sha og'riq bo'lgan joydan rivojlanadi demoqchi. Masalan, xodim misolida ko'radigan bo'lsak, bir xodim kompaniyada xato qilib qo'yadi. Keyin xatosidan menejerdan gap eshitadi. Demotivatsiyaga tushishi mumkin. Xato sababli masalan tushuntirish xati yozishi mumkin. Ishdan haydalishi mumkin, maoshi qisqartirilishi mumkin masalan. Hafsan berilishi mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim narsa shundaki, shu xodim o'zini ichida og'riq his qilganligi uchun unda katta tajriba bo'ladi va o'shani rivojlanishi mana shu joydan boshlanib, u boshqacha fikrlashni boshlaydi. Eng katta xodimlar, ya'ni inson bilish kerak bo'lgan, menejmentda, ishxonada bilish kerak bo'lgan narsa double check degan narsani shu yerda o'rganadi. Ya'ni bir ishni qilib, uni topshirishdan oldin ikkinchi marta tekshirish masalasini. Ya'ni u birgina xato bilan juda ko'p ta'lim olishi mumkin. Umuman olganda insonlar har xil yo'l bilan nimadir xulosalarga erishadi yoki nimadir narsalarni o'rganib, nimadir narsalar, bilimlar ularning miyasida saqlanishi mumkin. Ba'zilar aytadiki, o'sha men o'qisam esimda qoladi deydi. Ba'zilar eshitsam esimda qoladi deydi. Lekin umumiy tadqiqotlarga ko'ra 75% dan ko'proq narsa yodingizda qolishiga sabab bo'ladigan narsa bu xato qilishingiz yoki tajriba qilib ko'rishingizdir. Bu iqtibosda yana bir muhim narsani tushunsa bo'ladi. Farzand tarbiyasini misol qilib keltirishimiz mumkin. E'tibor bersak, bizani ta'lim jarayonlarimiz qanaqa o'zi? Masalan, maktabni, bog'chalarni, umumiy undan keyingi jarayonlarni bo'lsin ham kimdir ta'lim berayotgan bo'lsa, uni tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, umumiy falsafiy bir kuzatib ko'ring, qanaqa bo'ladi? Ustoz chiqib gapiradi. Bola o'quvchi uni eshitadi. Farzand tarbiyasida ham masalan ota-ona gapiradida tushuntiradi, keyin bola eshitishni boshlaydi, ya'ni eshitib o'rganadi. Bizda klassik tarbiya uslubimiz shunaqa. Ya'ni bu yerda biza yaxshiroq ta'lim berishimiz mumkin bo'lgan bitta jihat bor. Bizda ko'p holatda o'rgatish kattalar gapiradi, o'quvchi kichiklar ergashadi, ya'ni tinglaydi. Shu tartibda o'rgatiladi. Bu yerda muammo nimada desa, bola uni qilayotgan paytida imitatsiya qilishga harakat qiladi, ya'ni taqlid qilishga harakat qiladi va xatodan cho'chib turadi. Bola shunda nima qilish kerakligini biladi, lekin nima uchun qilish kerakligini bilmaydi. Masalan, oddiy misol keltiradigan bo'lsak, siz bolangizga suv quyishni o'rgatyapsiz. Masalan, idishdan idishga suv quyishni o'rgatyapsiz. Mana shu holatda siz uni ustida turib, birinchi umuman suv quyish haqida gapirishingiz, keyin suvni quyib ko'rsatishingiz noto'g'ri. Chunki bola bu yerda xato qilib ko'rish kerak. Agar siz birinchi holatda o'sha suvni quyib unga ko'rsatadigan bo'lsangiz, keyinchalik u ishni qilayotgan paytida, suvni quyayotgan paytda suvni quyish haqida emas, xato qilmaslik haqida o'ylashni boshlaydi. Ya'ni tanqidiy fikrlamaydi bu yerda. Uni asosiy fokusi suvni quyish emas, shu jarayonda xato qilmaslik haqida va xato qilsa nima bo'ladi desa, siz albatta uni urishib berishingiz mumkin. Bola shundan cho'chib turib, shu narsani fikrlashni boshlaydi. Lekin buni aksi, aytaylik bolaga suvni quygin deb o'ziga qo'yib bersangiz, u suvni quysa, to'kib yuborsa va siz unga urishib bermasangiz u bolani, ya'ni yana motivatsiya berib, yana qaytib bitta urinib ko'rgingchi deb turib push qilsangiz, aytsangiz bolaga, u ikkinchi marta yo uchinchi martada, nechinchi martada bo'lsa ham
fikrlashni boshlaydi-da, men demak suv quyayotgan paytimda to'kilib ketyapti, men buni boshqacha ushlayman, haligi idishni deb turib yoki boshqacha quyaman yoki boshqacha o'tiraman deb turib fikrlashni boshlaydi. Bu umuman sinab ko'rilgan uslub. Rumiyni iqtibosidan mana shu narsani tushunsak bo'ladi. Ya'ni u xatosini tuzatishga va keyinchalik qayta takrorlamaslikka harakat qilishni boshlaydi. Birinchi holatda o'zi, ya'ni ko'rsatib beradigan yo umumiy gapirib beradigan uslubda jarayon juda ham tartibli ko'rinadi. Sinfxona, bolalar hamma eshityapti, tinglayapti. Ikkinchi holatda shovqin, hamma fikrini aytyapti yoki tartibsizlik bo'lyapti. Aslida haligi strategik nuqtai nazardan ikkinchisi yaxshiroq, chunki u yerda har bir inson alohida shaxs bo'lib rivojlanadi. Ikkinchi iqtibos bu Jorj Orwelldan 1984 kitobidan, juda yaxshi yozilgan kitob. Inson qaltis vaziyatda tashqi dushman bilan emas, hamisha o'z vujudi bilan kurashadi. Qiyinchiliklar bo'lgan paytda yaxshilab e'tibor bersangiz, siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishga o'tasiz va o'zingiz bilan o'zingiz gaplashgan paytda siz odatda tashqi dushmanni izlashga kirishasiz. Ya'ni falonchi odam bo'lmaganda men bunaqa qilardim, men bunaqa vaziyat bo'lganda men bunaqa qilardim deb turib tashqaridan ayb izlashni boshlaysiz. Bu yerda aytilyaptiki, odam qiyinchilik paytida o'zi bilan o'zi kurashadi. Agar u o'zini yengib chiqsa, mana shu salbiy fikrlarni, salbiy ichkaridagi vujudga kelayotgan o'ylarni yengib chiqadigan bo'lsa, u bu kurashda yutadi demoqchi. Biz buni misollar bilan ko'ramiz. Masalan, bir sinfxonada o'qituvchi dars beryapti. Bolalar o'qimayapti va o'qituvchi yoshlar o'rganishni xohlamaydi degan xulosaga kelib qolgan. Mana shu holatda nima bo'lyapti o'zi desa agar, o'qituvchi bolalar bilan emas, o'zi bilan o'zi kurashyapti. Ya'ni uni ichida bolalar o'qishni o'rganmaydi, nima qilsam ham o'rganmaydi degan fikr bor. Agar mana shu yerda yaxshi o'qituvchi bo'lsa, u fikrlashini to'g'rilasa, tashqi muhit, ya'ni sinfxonani muhiti to'g'rilanib ketadi. O'zi bitta shu fikrni o'zi bilan nima muammo paydo bo'lyapti desa, birinchidan o'zi bu fikrga kelib qolish qulay u uchun. Ya'ni u hech qanaqa mas'uliyat bermaydi, hali tashqariga o'zini hali chegaralab olyapti. U keyin ichidan yengilishni boshlaydi. Dars zerikarli bo'ladi, keyin o'quvchilar bilan orasi sovib qolishi mumkin, bolalar ketib qolishi mumkin. Lekin ustoz shu holatda shu ichidagi mana shu fikrni to'g'rilashi bilan barcha narsa to'g'rilanib ketadi. Yoki talaba qiynalyapti. Mana shu qiynalish talabada qayerdan paydo bo'lyapti desa, u birinchi o'ylayotgan narsasi menda til o'rganishga qobiliyat yo'q degan fikr kelyapti unda. Undan keyin uni ketidan til o'rganish tug'ma iste'dod, ya'ni talant bo'lish kerak til o'rganish uchun degan yana boshqa fikr kelyapti. Ya'ni uni miyasida o'zini ichki fikrlari bilan kurashishni boshlayapti. Keyin oxirida ketma-ket o'zi bilan o'zi gaplashib, o'zi bilan o'zi kurashib, har xil salbiy fikrlarga borib, oxirida yengiladi. Ya'ni oxirida jiddiy yondashmaydi yoki o'rgana olmay tashab qo'yadi. Mana shu tashqi muhitini, ya'ni uni sinfxonadagi holatini nima og'irlashtirib yuboryapti desa, uni ichkarida birinchi o'ylagan salbiy fikrlari va uni ketidan kelayotgan boshqa fikrlar. U haligi miyasida hamma narsani chuvalashtirib yuborib, jarayonni qiyinlashtiryapti va o'sha qiyinlashtirgan narsasiga o'zi ishonib qolyapti. Ya'ni bu yerda Orwell o'zi, bu Winston asar o'qiganlar biladi, o'sha Winstonning gapi bu. Partiya bilan bo'lgan voqealar paytida shu gapni aytadi, ya'ni o'ylab qoladi. U yerda aslida nima bo'layotgan edi? O'sha partiya bosimi sababli uni miyasida har xil narsalar paydo bo'layotgandi. O'sha ichki kurashi, sotqinlik qilishi, ya'ni uni qo'lidan olib yo davay mana bunaqa qilasan deb hech kim majburlayotgan emas edi. U ichki miyasida paydo bo'layotgan salbiy fikrlari, o'zi bilan o'zi bo'lgan kurashda yengilganligi sababli, ya'ni boshqa muammolar, boshqa jarayonlar bo'lib ketadi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, shu insonning o'zgarishi tashqaridan bo'lmaydi, u ichkaridan bo'ladi. Inson nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zini o'zgartirish kerak deydi. Endi agar o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak desa, fikrlashini o'zgartirish kerak deb xulosa qilsak bo'ladi. 3-iqtibos Unvonul bayon kitobidan. Fikru qarashlar ko'paysa, to'g'rilik yo'qoladi. Bu iqtibos fikrlashga, mulohaza qilishga qarshi emas. Shunchaki atrofimizda haddan tashqari ko'p fikr, haddan tashqari ko'p variantlar ko'payib ketsa, biz to'g'rilikni yo'qotib qo'yamiz. O'sha bizda chalkashlik paydo bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, umuman o'zi inson to'g'ri yo'lni qanday topadi desa, qalbni xotirjamligi bilan topadi. Ya'ni ichki hissiyoti bilan topadi. Men bu yo'l to'g'ri deb turib, qalbi xotirjam bo'ladi. Chuqur yondashadigan bo'lsak. Va bizda atrofimizda variantlar haddan tashqari ko'payib ketadigan bo'lsa, mana shu xotirjamlik yo'qoladi. Buni misollarda ko'ramiz. Kuchli misol, oldin
umumiy an'ana bo'yicha mana har bir insonni o'zini ustozi bo'lardi yoki umuman o'zi bitta insonga bitta ustoz yo ikkita ustoz bo'lardi. Hozir e'tibor beradigan bo'lsak, ustozlar ko'payib qolgan. Mediada chiqib masalan gapirayotgan insonlarda uni eshituvchi insonlar bu aqlli ekan, chunki ko'p gapiryapti, bu aqlli ekan, chunki yaxshiroq, ishonchli gapiryapti deb turib unga ishonishni va uni gaplarini qabul qilishni boshlaydi. Va shu kabi haligi gapiruvchilar mediada, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi ustozlar ko'paygan. Va bu yerda nima muammo paydo bo'ladi desa, odamlar ustozlar ko'pligini hisobidan ularni eshitishni boshlamaydi, ya'ni ulardan ilm olishni boshlamaydi. Ularni bir-biriga taqqoslashni boshlaydi va kimni kuzatishni hal qilishni boshlaydi. U yerdagi kimni kuzatishni hal qilish qaysi mezon bilan bo'ladi, qaysi mezonga aylanib ketadi desa, kim chiroyli gapiryapti, kim ishonchli gapiryapti, shu kabi mezonga aylanib ketadi. Yoki o'sha kim yaxshiroq gapiryapti degan mezon bilan kuzatishni boshlashadi. Yoki nimadir ish qilmoqchi bo'lsangiz, atrofdagilardan maslahat so'raysiz. Shu ko'p kishidan maslahat so'rayverganingizdan ba'zilar buni qilgin deydi, ba'zilar buni qilmagin deydi. Ba'zilar uni xavf-xatarlarini aytadi. Variant ko'payib ketsa, nima muammo bo'ladi desa, inson keyin kutishni boshlaydi. Balki keyingisi yaxshiroqdir deb turib kutishni boshlaydi. Oqibatda u tanlamaydi, ya'ni qaror qilmaydi, balki solishtirishni boshlaydi. Bitta qaror bilan boshqa qarorni solishtirishga harakat qiladi. Buni zamonaviy misolda ko'rsak bo'ladi. Bu hammada bo'ladigan narsa. Supermarket misolida ko'rsangiz bo'ladi. Supermarketga kiradigan bo'lsangiz, bitta non uchun kirdingiz, lekin albatta uni oldiga qo'shib yana nimadirlar olib supermarketdan chiqasiz. Bu yerda nima bo'lyapti desa, hali merchandising deydi bu narsani. Savdogarlar nima qiladi? Non bilan nima yaxshiroq ketadi? O'shani nonni oldiga terib qo'yadi. Masalan, nonni oldiga shokolad qo'yish mumkin yoki qaymoq qo'yib qo'yish mumkin. Siz yo'lni bundoq aylanib o'tadigan bo'lsangiz, non bu yerda, qaymoq bu yerda bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi qaymoq, keyin non kelmaydi-da, birinchi non, keyin qaymoq keladi. Shu kabi narsalarni hisob-kitob qilib, analiz qilib, ular joylashtirib chiqadi. Ya'ni bizni oldimizga ko'proq variant berishadi. Ya'ni u yerda juda ham ko'p variant, har xil narsalar bo'lganligi uchun bizni ko'zimiz qamashib ketadi va o'sha sotib oladigan inson non uchun kirib, ortiqcha o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olib chiqib ketadi. Ya'ni u yerda demak tanlov ko'payib ketyapti, variant ko'payib ketyapti va xato qilish ehtimoli ham kattalashyapti. Eng qizig'i, shu ishni qilgan odam, ya'ni non uchun kirib bir nechta narsa sotib olgan odam supermarketdan chiqqanda xotirjam bo'lmaydi. O'zi biladi xato qilayotganini, xato qilib qo'yganini o'zi his qiladi. Unvonul bayonda kelgan bu hikmat go'yoki bizga ko'p variantlar kerak emas yoki muvaffaqiyatli bo'lish uchun ko'p haligi narsani bilish shart emas. Oz narsani bilgin va unga amal qilgin yoki bitta o'sha ustozing bo'lsin, shu ustozni mahkam tutgin degandek go'yoki. Yoki o'sha oz variant bo'lsin, lekin sifatli variant bo'lsin. Sen o'zing chalkashtirib yubormagin, ko'p narsalarni, variantlarni ko'ravermagin, tavakkal qilgin va yo'lingni davom etgin degandek go'yoki. Keyingi iqtibos, demak, bu Ishaq Adizes gapi. Managing Corporate Life Cycle degan kitobi bor. Management haqida juda yaxshi kitoblar yozadigan PhD olim inson. Kuchli falsafiy gap, qiyin gap. Noto'g'ri uslubda qabul qilingan to'g'ri qaror uzoq rejali ishlar uchun to'g'ri uslubda qilingan noto'g'ri qarordan yomonroqdir. Tez aytishga o'xshaydi. Men bu gapni menejmentning asosi deb bilaman ochig'i. Boshqaruvni asosi va umuman bir joyda rahbar bo'lib, hayotda bo'lsin, rahbar sifatida bir mas'uliyatni olgan inson mana shu iqtibosga 100% amal qilishga harakat qilish kerak deb bilaman. Iqtibos nima haqida desa, bu yerda ikkita narsa ketyapti. Birinchisi qaror haqida, ikkinchisi uslub haqida. Biza uslubni nima deb tushunishimiz mumkin? Uslubni, bu yerda uslub deb aytilgan so'zni biza jarayon deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni Adizes aytmoqchiki, sen qiladigan qaroring va o'sha qarorni amalga oshiradigan jarayoning bor. Mana shu jarayon qarordan muhimroq demoqchi. Ya'ni noto'g'ri uslubda qabul qilingan to'g'ri qaror, u to'g'ri qaror bo'lsa ham, noto'g'ri uslubda bo'lsa, u yomonroq deyapti. Ya'ni to'g'ri uslubda qilingan noto'g'ri qarordan yomonroq deyapti. Siz bir noto'g'ri qarorni qabul qilyapsiz, lekin uni to'g'ri uslub bilan, to'g'ri jarayonlar bilan amalga oshiryapsiz. Xo'p, misol ko'ramiz. Masalan, kompaniya rahbari sakrashniya qilishimiz kerak deydi. Ya'ni xodimlarni bo'shatishimiz kerak degan qarorni chiqaradi. O'sha holat uchun qaror to'g'ri, ya'ni aytaylik, kompaniya inqirozga ketyapti yo moliyaviy muammolari bo'lyapti. U massaviy tarzda o'sha kompaniyadagi xarajatlarni qisqartirish kerak va xulosa qildiki, xodimlarni bo'shatamiz deyapti. Qaror to'g'ri. Lekin mana shu yerda rahbar bo'lsin, o'sha ijrochi bo'lsin, jarayonni noto'g'ri qilib qo'ysa, ya'ni xodimlarni ogohlantirmasdan,
ichki moliya haqida ochiq aytmasdan turib, yo qanaqa muammolarga duch kelyapmiz, shu narsalarni ochiq aytmasdan turib, сокращение qilsa, ya'ni xodimlarni bo'shatib yuborsa, bu nima bo'ladi? Uzoq muddatli ishlar uchun kompaniyada yomon narsalarni olib keladi. Keyinchalik nima bo'lishi mumkin? Ya'ni keyin keladigan xodim bu tarix haqida eshitadi-da. Ya'ni qaysidir payt bu kompaniya xodimlarga bildirmasdan turib birdaniga bo'shatib yuborgan. Buni sababini hech kim bilmaydi deb turib, kompaniyaga ishga kirmasligi yoki kompaniya haqida negativ haligi otsivlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Qaror to'g'ri bo'lyapti, lekin shu qarorni ijrosi, uslubi, ya'ni amalga oshirish jarayoni noto'g'ri bo'lganligi uchun bu yomonroq bo'lyapti. Yoki farzand tarbiyasi misolida yana masalan ota bolasiga aytayaptiki, "Sen shifokor bo'lishing kerak" deyapti. Tahlil qilyaptiki, farzandida qobiliyat bor, shifokorlik uchun qobiliyat bor. Kichkina yoshida tahlil qilyapti. Lekin bolasini majburlab turib, bosim bilan, taqqoslash bilan, demotivatsiya bilan bunga yo'naltirsa, bolada uzoq muddatli ishlar uchun muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda ham qaror to'g'ri bo'lyapti, lekin uslub noto'g'ri bo'lyapti. Yana misol ko'ramiz. Bu yerda bu juda ham tushunarli misol menimcha. Faqat biroz tarixdan xabar bo'lishi kerak. Inson yoki kuzatgan bo'lishingiz yoki eshitgan bo'lishingiz ham mumkin. Ko'pchilik biladi. SSR misolida masalan. U yerda SSRda haligi mamlakatlar tanazzuli sabablari degan kitob bor. Shuni o'qiydigan bo'lsangiz, to'g'ri, haligi kitob juda bir yoqlama yozilgan, lekin yaxshi ma'lumotlar bor. SSR juda ham rivojlanib ketgan davlat bo'ladi. U yerda hattoki boshqa xorij jurnalistlari "Men u yerga bordim va u yerda kelajakni ko'rdim" degan maqolalarni yozishadi. Kitobda shunaqa keladi. Juda ham yaxshi rivojlanib, vertikaliga juda tez rivojlanayotgan SSR hukumatini tasvirlashgan. Lekin nima uchun bu qulab ketgan degan narsani tahlil qiladi kitob. Men shuni xulosa qilib, umumiy qilib aytadigan bo'lsam, kitob ham shu mazmunni beradi o'zi. U yerda qarorlar to'g'ri qarorlar bo'lgan, lekin ijro noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni uslub noto'g'ri bo'lgan. Mana shu iqtibos go'yoki SSR haqida aytilgandek. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, resurs markazlashgan holatda boshqarilgan. Markazlashgan holatda o'sha avtokratik boshqaruv to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu mana qaysi boshqaruv uslubi to'g'ri degan masalan bahslar bor. U kim qanday boshqarishni bilsa, shu to'g'ri degan javob bilan yakunlanadi o'zi menejmentda. Ya'ni resurslarni markazlashgan holatda boshqarish to'g'ri, bu qaror o'sha holat uchun to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin muammolar eshitilmayapti. Kimdir uni aytayapti, bu yerda aytayaptiki, "Men bu yerda biz xato qilyapmiz, buni to'g'rilaylik. Sizlar tepadan turib markazlashgan holatda boshqaryapsizlar, lekin pastni ko'ra olmayapsizlar. Men bu yerda mana bunaqa muammo bor, buni to'g'rilaylik" degan erkin fikr bo'lmaydi. Ya'ni SSRda. Ya'ni bu yerda uslub, boshqaruv qarori to'g'ri, lekin jarayondagi uslub noto'g'ri. Muammo keltirib chiqaradi. Yoki nima bor? Fan va texnikaga katta sarmoya kiritadi SSRda. Fan, texnika, o'sha ilmga katta sarmoya kiritiladi. O'sha kosmosga uchish, boshqa narsalar, fizika, matematikaga katta sarmoya kiritiladi, lekin bu nima uchun yo'qolib ketdi deb tahlil qilinadigan bo'lsa, bu fan va texnika mafkuraga bo'ysundiriladi. Ya'ni bu yerda qarorlar to'g'ri, lekin o'sha qarorlarni amalga oshirish jarayonlari noto'g'ri. Umuman Adiz aytmoqchi bo'lgan va men bundan tushungan, o'sha kitobdan ham tushungan narsam shu. E'tibor bersak, o'zi atrofimizda qarorni qanday to'g'ri chiqarish haqida ko'p kurs bor, kimdir yo ko'p kishi shu haqida gapiradi, lekin shu qarorni, to'g'ri chiqarilgan qarorni to'g'ri uslubda amalga oshirish haqida deyarli hech narsa yo'q. Ya'ni jarayonlar haqida ko'p kishi gapirmaydi. Lekin vaholanki mana shu jarayonni to'g'ri bo'lishi, uslubni to'g'ri bo'lishi qarorni o'zidan ham muhimroq. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.